Nima gap? O, bilat, sog' omon keldingizmi? Bir amallab kelib oldim. Men hayron bo'ldim. Men shuncha boraman. Nega buni talpa qilishmagan deb. Anaqa nega meni talpa qilishmagan, buni qildi deb. Joy ko'zi kunni kelsa sinar ekanda. Qarang, o'shanda menikini ham piar deb o'ylash bunday bo'ldi. Qarang, brat, bunday bo'lyapti. Короче, mana men aytib beray o'zim boshimdan o'tganim. Shunday saunadan chiqdim. Ko'cha qorong'igina. Ko'chani boshiga qarab ketyapman. Ko'chani boshidan 4 ta bola shunday burilyapti. Xabarim yo'q, tanimayman. To'g'ri ketyapman. O'zidan o'zi bang 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 uryapti, shunday qilyapman. Yonboshdan kelayotgan mashinalar to'xtayapti-da, deb qolyapti, odamlar yugurib kelyapti, to'rtalasi ham qochib ketyapti. Hech qanday gap so'z yo'q. Bilmayman kim urib ketdi. Ana Kim ekan u? Kim bildi? Qozog'istonda bo'lgan shu narsa, aka, Almatada. O'sha mana Odilxon chiqib oldi, o'zi bilan gaplashgan. Odilxonmi? Efirda ko'rganlar, efirda ko'rganlar, Namsol aka, Sardor aka, Mahmud aka. Bitta gap. Siz uka efir qildingiz, anaqa video qo'ydingiz-da, shu bu videoda gaplasha olmadinganda. Qanday siz aytdi, ahranlar talpa deydi, bir bu deydi, tushunarsiz gaplar bo'ldi, tushunmayapman. Shuni bir utashit qilaylik uka, nima bo'ldi o'zi? Xo'p, to'xtar kelib shapalab qo'ydi. Oldin bo'ldi, bundan keyin bo'ldi. Bo'p, aka o'zlaring gaplashib o'tiringlar, chiqib keting bo'lmasa. Aka gapiring, qo'ying. Oldin bo'ldimi, keyin bo'ldimi deb so'rayapman. Mana gapiring, Mahmud aka, mana gapiring aka. Birini eshitib kelyapti shu narsani. Xullas, to'xtar tiqib qoldi. O'sha yerda охранниклар yugurib keldi. Keyin to'xtarlar tashqarida qoldi-da, meni ichkariga tortib ketdi, konferensiya bo'ladigan joyga. Короче, semiz qozoq bola shuni ushlab olgan, meni tasavvur qiling. Men yarimidan kelaman. Nega sen qozoq bolaga bo'xtayapsan? Nega biznikilarga sakrayapsan? Zo'r bo'lib ketdingmi deyapti, priking. Bu narsani shunday chetga surib yuboryapti. Qarang, bitta narsa aytaman. Men hurmat qilgan Sartif degan odam bor. Oktagon ligada. Mana shu охранniskiy sostavda o'sha aytayapti, uka men bular bilan sudlashyapman. O'sha ABB arenadagi deyapti. Kameralar ko'tarilsa, agar shu bola haqiqatda senga bo'xtagani chiqadigan bo'lsa, men bularni mazasini qochiraman. Men hozir bular bilan sudlashyapman dedi. Prosta o'sha odamning hurmati, men bu temani ko'taravermayapman. O'sha nasionalistik deydimi? Mana shunaqa narsa ko'tarilib ketib, millatlar urushmasin, tortishmasin bizni deb, biz ikkita ahmoqdi deb degan narsa bo'lyapti. Bilat, men bir o'zim boryapman. Men aytayapman, "Oy, yonimga sherikka ham anaqa qilib ber, nima, bilet qilib ber" deyapman. Yo'q, hammasi cho'tki bo'ladi. Azilxon, anday, manday deb turib chaqirdi-da, u yerda xo'p, bu bilan tortishyapman. Naborot, menga yaxshi emasmi konferensiyada kirib turib, to'xtarga qarab, "Va cho't, nima sen mag'lubiyat alamiga chida olmayapsanmi? Tashab qolyapsan" deb turib, men yedirib tashlaganim menga plyus emasmi? Prosta охранник bolalar ham o'sha yerda mana shuni qilib, urazat qilgani, boshqa qilgani, pashol dedim-da, ketib yordim u yerdan keyin aka. Uka, o'zim bitta gap aytaymi? Asli ligadan serish ketish kerak, shu Oktagon liga, boshqa ligaga o'tib urishing uka. Shu Oktagon ligasi o'zlariga uka. Aka, ko'tarildi endi. Odam yig'ildi, urushtiriladi. Uka, biz bilamiz u boshida nima bo'lganini uka. Gapirsa gap ko'pda uka, galasoylari ham turib tashlardi. Menda uka. aka,